Assalomu alaykum. Ish motosikl ishqiboz akalar. Mana bugun 15-may. Bitta Ish Planetda 5 mototsiklimiz tayyor bo'ldi. Mana shuni sotuvga chiqaryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu Ish Planetda 5 mototsiklimiz akkumulyatorlik. Hozir skuterda akkumulyatorni qo'yib yurg'izib beramiz, lekin sizga biz yangi korobkasi bilan akkumulyator qo'yib beramiz. Mana shu Ish Planetda 5. Faqat shu sidinasi turniki bo'lib qoldi aka. Mana shu ko'rishingiz mumkin. Mana shu amortizator, ko'rjiqlari butun, gulshitillari yaxshi, motorlari joyda. Hamma shu gilzasini remontini so'raydi. Bu gilzasini ochib ko'rib qo'ydik. 200 razmerda turibdi aka gilzasi. Svetlari yonadi, vilkalari, amortizatorlari ishlaydi. Hadavoyda luft yo'q. Mana shu Petrashina eski bo'lsa ham endi butun baloni signallari choladi. Mana Planetda 5 akkumulyatorlik. Mana shu orqa baloni yangi aka, orqa baloni. Hadavoylarda gram luft yo'q aka. Mana hozir yurg'izib beraman. Bir eshitib ko'rasiz ovozini. Bismillahirrohmanirrohim. Mana motorlarga quloq solib turing. Mototsikl yurib turibdi. Mana. Hozir gaz berib ko'raman. Eshitib ko'ring motorlarini. Mana shunaqalarda vibratsiyalarda ovoz chiqyapti mana. Mana svetlari yonadi aka. Signallari choladi. Bitta ikkitasi shu jicha motorda shum bor ekan deydi. U gaz berganimda bu narsa plastmassalar bo'sh joylarda ovozi chiqyapti. Motorida ovoz yo'q. Mana shu mototsikl sotiladi akalar. Bu mototsikl Farg'ona Oltiariq tumanida turibdi. Bu mototsiklimiz narxi 4,5 million so'm aka. Ozgina kelishilgan joyi bor. Unaqa ko'p emas aka. 4,5 million so'm. Ozgina kelishtirib beramiz. Qayerga olib ketishingizdan qat'iy nazar dastavkalar bor. Ekran oldiga telefon nomer qoldiramiz. Agar yoqqan bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. 4,5 million so'm. Ish Planetda 5 akkumulyator yangi qo'yib beramiz.